Denza N9 mashinasini kovlagan. Yangi mashina, xullas mashina urilganida bir 4-5 oy bo'lgan bu mashina urilganiga boshqa servisdan kelgan. O'zi biz konkurentlarni hech qachon yomonlamaymiz. Sababi biz ham u darajada nima emasmizda, bir buyuk inson emasmizda, xato kamchilik hammada o'tadi, lekin u degani birov yomonlaydigan emas. Mana bu Denza N9 Siroj aka o'ziniki, mana bu mashinadan test qilib buni tuzatyapmiz. Bu mashina yurdi, даже yurg'izilmagan ekan. Xudo xolasa buni podrobniy qo'yamiz. Tak, nima urdi Siroj aka? Kia urganmidi buni? Kia bilan urilganda remontdan chiqqan. Xullas yurdi-ku, ha? Hayda yurdingizgacha. Mashina yurgan, anaqa hozir faqat batareyada generator ishlamayapti. O'zi bu bor yo'g'i bitta krilosi almashgan Farah bilan. Ha, yangi mashina. O'zimizda Zimlan mashinasi edi, yo'lda bo'lgan Kia bilan urilgan. Buni qo'yamiz podrobniy qilib.